Pensiyangiz oshadi degan qo'ng'iroqlarga ishonmang. Pensiya jamg'armasi ogohlantirdi. Pensiya jamg'armasi fuqarolarni ma'lumotlar olishga harakat qiladigan firibgarlardan ogohlantirdi. Qayd etilishicha, so'nggi kunlarda telefon orqali pensiya yoshidagi fuqarolarga notanish raqamlardan qo'ng'iroq qilinib, ularning pensiyalarini keyingi oydan oshirilishini aytib, plastik karta yoki pasport ma'lumotlarini so'rash holatlari ko'p uchramoqda. Soxta xodimlar. Bunda firibgarlar o'zini bank yoki pensiya jamg'armasi xodimi sifatida tanishtiradi. Pensiyangiz keyingi oydan oshiriladi. Buning uchun ma'lumotlaringizni va telefoningizga kelgan kodni aytsangiz, pensiyangiz kartangizga tushadi, bo'lmasa oshmay qoladi degan ma'noda yolg'on xabarlar orqali pensionerlarning ishonchiga kirishga urinishmoqda deyiladi xabarda. Shaxsiy ma'lumotlarni yoki telefonga keladigan kodlarni pensiya jamg'armasi xodimlari so'ramasligi ta'kidlandi. Begona shaxslarga pasport, plastik karta yoki JSHR raqami kabi shaxsiy ma'lumotlarni taqdim qilmaslik tavsiya qilindi. Shu kabi vaziyatga duch kelganlar quyidagi raqamlarga murojaat qilishi mumkin. 1271 pensiya jamg'armasining ishonch telefoni 102 ichki ishlar organlari deyilgan xabarda.